Qizlarimizda hayz sikli vaqtida gormonal o'zgarishlar ketadi tanasida. Bu gormonal o'zgarishlar vaqtida o'z-o'zidan nimadir qilib tana o'zini stressdan chiqaraman deydi. Ular o'ylaydiki, bu vaqtda o'zim tushunmayman, juda ham shirinliklar iste'mol qilgim kelyapti deydi. Lekin aslida sabab undagi gormonal o'zgarish. O'sha vaqtda ham inson o'zini tiya bilish kerak, nafsini tiya bilib, keragida kunning birinchi yarmida uglevodli mahsulotlardan mevalar, quritilgan mevalar yoki shirinlik bo'lsa ham o'zini me'yorida iste'mol qilib, o'sha gormonlarni to'g'ri joyga 3-4 kunda o'zi tushib ketgancha me'yorni ushlab, tanasini ushlay bilish kerak. Aynan shu vaqtdan boshlansa, masalan, dieta qilib kelib, shu paytga kelganda ko'pchilik buzib qo'yadi. Buni ham aytish kerak. Mana ratsionni qilib kelyapti, ozib kelyapti. Aynan hayz sikli vaqti men shirinlik yeb qo'ydim. U yeb qo'ygandan keyin yana u stress bo'lib boshlaydi. Voy, ustozim aytgan ishni qilmadim, ya'ni dietologim aytgan ishni qilmadim-da, men bu ratsionni buzdim. Endi nima bo'ladi? Battar u oshyaptimi? Undagi stress yo'q. To'g'ri tanlov, kunning birinchi yarmi me'yor, tartibni ushlagan, dangasalikni yenggan inson, o'zi uchun harakat qilgan inson albatta o'ziga yoqqan qomatda yuradi. Bitta ratsioni bo'lmasa ham hattoki so'rayman, nima uchun sizda mana shu kunlik ratsioningiz ichida bir dona yoki ratsioningiz kam? Nima uchun mana shu narsani vaqtida qilmadimi? Vaqtida tanaga ozuqani bermadimi? Tana baribir o'sha ozuqani so'raydi. Kechga boradida, tana energiyasizmi, u kerakli ozuqani bermadim, 2 hissa ortig'i bilan talab qilib oladi. Va tuni bo'yi iste'mol qilib, kechasi bilan yeb chiqib, semirish ana shundan kelib chiqadi. Vaqtida yemaslikdan.